qilishlaricha, qadim zamonda Basra degan shaharda bir xasis baqqol yashagan edi. U shahar bozorida shirinliklar bilan savdo qilar, el orasida ochko'zligi bilan dovruq taratgandi. Kep qoling, o'p qoling. Buxoroning asl matolari. Qani kep qo'yinglar. Shirindan shakar qovunlar, issiqdan nonlar, jizzali nonlar. O'p qoling. Dunyodagi eng o'tkir chust pichoqlardan o'p qoling. Samarqandda ishlangan eng nafis taqinchoqlar bor. Qani, kep qolinglar. Misr holvalari bor. Isfahon shirinliklari kimga kerak? Amakidan don, pista-yu xandon. Odamlar, eshitmadim demanglar. Ertaga peshindan keyin Bag'dodga kema jo'naydi. Qani, ulgurib qolinglar. Hoy odamlar, bo'sh joylar oz qoldi. Hoy tegma. Nech pul o'zi bu parvarda? 3 tanga. Bag'dodda bularni 3 barobar arzonga olaman-u. 3 barobar arzonga? Ajoyib-ku. Burada jiring, bu yoqqa kiring, qani kiring. Ey muruvvatli zot, bir tanga sadaqa qiling. Ertalabdan beri hech narsa sotolganim yo'q. Narigi do'konlarga bor, juda yaxshi savdo qilishyapti-da. Mayli taqsir, omadingizni bersin. Katta odam, ishlasa bo'lmaydimi? Qarang ko'zim, kelim mardum. Lalalum. Hey. Qarang ko'zim. Lalalum. Ha? Otajon, ota! Menga nima olib keldingiz? Ey churvaqa, har kuni shu ahvol. Ma, kam-kamdan yegan, ertaga kechgacha yetsin. Assalomu alaykum otasi, go'sht olib keldingizmi? Ha, o'tgan oy olib keldim-ku. Bu kechda xonavayron qilasanlar. Xo'p. Yana bir go'sht yemas ekanmizda. Mayli, qani yura qolinglar. Hoy, bu nimasi? Nega oydin kechada ham sham yoqasanlar? Bitta sham qancha turishini bilasanlarmi? Bo'ldi, hamma yotib uxlasin. Mulla jiring. U ana shunday ziqnaligi bois kattagina xazina to'plagan, hatto o'z oilasidan qizg'anib, yiqqan terganini uyining yerto'lasida saqlardi. Voy ana. Tillalarim, meni tillalarim. O'zim o'rgilay sizlardan. Voy yaramas. Qani bu yoqqa chos. Ha, mushkayam bo'lgor. Ko'zim xarosiydi, mardum gibi vatan qilg'il. Assalomu alaykum. Tezroq bo'linglar. Bugun Bag'dodga jo'naymiz. Hozirlik ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Bag'dodga? Hey! Yo'l kiraga qancha so'raysiz? Assalomu alaykum. Baqqol ham biz bilan bormoqchimi? O, baqqol janoblari, siz uchun mayli 50 tanga. Ha? 50 tanga? Buncha qimmat. Menga oddiy qayiq ham bo'laveradi. Assalomu alaykum taqsir. Ertaga qayig'imda Bag'dodga ketmoqchiman. Xohlasangiz olib ketay. Qayiq? Qanchaga olib ketasan? Hamrohim bo'lsangiz bas. Qarindoshlarimnikiga ketyapman. Ko'ngildan chiqarib biror nima bersangiz, himmatingiz. Bermasangiz duo qilarsiz. Yaxshi duo qila qolaman. Oltin olma, duo ol deganlar. Mayli taqsir, unda ertagacha. Ko'zimning nuri, jonimning huzuri sizlar. Bu yoqqa berkitamiz, bularni esa bu yoqqa tiqamiz. Bunisini bu yoqqa. Ana shunday, ana bo'ldi. Endi sizlarni hech kim topa olmaydi. Oy.
buncha og'ir. Voy belim ey. Hali bu tillalarni 2-3 barobar ko'paytiraman. Shahardagi eng boy odamga aylanaman. Otasi. Hoy otasi. O'la, senmiding? Kirib yotmaysizmi? Borsangchi. Men bugun shu yerda uxlayman. Hey taqsir. Assalomu alaykum. Voy jonim ey. Keldingizmi? Voy jonim ey. Qani taqsir yordam beraman. Keling. Baxtli o'tiring. Voy. Taqsir, namuncha og'ir bo'lmasangiz, nima bo'la? Tosh yutganmisiz? Tosh emas. Nega tosh bo'lar ekan, Ketdik bo'lmasam. Bismillah. Amin. Safarimiz bexatar bo'lsin. Aytganingiz kelsin taqsir. Taqsir. Mana safarimizni bir kuni ham eson-omon o'tdi. Endi biroz tamaddi qilib olsak ham bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani taqsir, marhamat. Nondan oling. Jonim bilan. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ishtahangiz karnay bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Taqsir, meni nonim tugadi. Hali manzilgacha bir kun yuramiz. Noningiz bormidi? Ozroq bor. Faqat xafa bo'lmaysan og'ayni. Har birini 1 tangadan sotaman. Nima? 1 tanga? Mayli taqsir. 1 tanga bo'lsa 1 tangada. Bu yog'i tirikchilik, to'g'ri tushunasan. Ha, rostakam tilla. Qani hozir? Mana shunisini ola qol. Osh bo'lsin. Rahmat, taqsir. Tiqilib qoldilar. Ularning qayg'i daryo bo'yidagi kichik bir shaharchada to'xtadi. Qayiqchi qirg'oqda qayg'ini sozlashga kirishdi. Baqqol esa qornini to'yg'azish uchun yaqin atrofdagi yemakxonaga kirdi. Voy taqsir, pulini berdingizmi? Berdim-ku. Sen qara-yu. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, tilla tangam. Sho'rim quridi. To'xta, shoshma. Voy. Yordam! Taqsir? Yordam! Hozir ketyapman. Yordam! Taqsir, mana buni ishlang. Ola qolsang. Topdim. Hozir kelaman. Chiqar meni. Hozir taqsir, mana biroz cho'kmay turing. Mana. To'ningiz og'irlik qilyapti. To'ningizni yechib tashlang, bo'lmasa cho'kib ketasiz. Hech qachon esimlik. Taqsir! Cho'kib ketasiz taqsir. Shu savol tillalar joningizdan aziz bo'ldimi? Qo'yvar. Yo'q. Taqsir, o'zingizni qo'lga oling. Voy sho'rim qurib qoldi. Bo'ldi, taqsir. Qayiq qani? Ketibdi-ku. Endi nima qildim? Xayriyat bering. Bu yoqda ekan-ku. Taqsir, joningiz omon qolganiga shukr qilsangiz-chi. Ko'p gapirma. Mana ketdik. Sizgina tillalarim. Qo'lavayron bo'ldim-ku. Ha, mutaxassislik, ochko'zlikning oqibati ana shunday bo'ladi. Aziz bolajonlar, siz ham bunday illatlardan yiroqroq bo'ling. Sim yig'moqqa
natija bo'ldi bu. Sen oning savdosidan ilkingni yu.